Salam, haydovchi murzalar, suv mashinasi deganlarga Dopek. 2020 yil zavoddan chiqqan, 30 mingda yurgan suv mashinasi. Mashinaning balondori ayol yaxshi, 90% desek bo'ladi, 95%. Mashinaning yumush qilgandan turgan vaqti ko'p. At kuchi bo'lsa 130 atning kuchida. Ko'k nomer taqtali suv mashinasi. Mashinanın dokument toza, dokumentini garantiya beramiz. Mashinada hech qanday o'zgartirilgan, qurashtirilgan avval yo'q. Otuz mingga yurgan. Şu yerdeki turukdaki bazı Turk'a $7.000. $7.000.